Assalomu alaykum azizlarim. Bugun ko'pchiligingizni o'ylantirayotgan mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni aqlingizdagi inson sizni sog'inyaptimi? Uning yuragida nimalar kechmoqda? Ko'zlaringizni yuming va aqlingizdagi insonni tasavvur qiling. Niyatingizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Bu umumiy ochirim energiyangiz orqali kartalarni bilib olamiz. Ya'ni aqlingizdagi inson haqida. U sizni sog'inyaptimi? Uning yuragida nimalar kechmoqda? Aqlingizdagi inson sizni sog'inyapti. Bu yerda ha degan javobni beryapti. Lekin bu oddiy sog'inch emas, balki uning qalbi ikki qismga bo'linganligini aytmoqda bu yerda azizlarim. Bir tomonda siz bilan bo'lgan chiroyli xotiralar va sizga bo'lgan intilish kuchi, u har uxlashdan oldin, ya'ni har uxlashdan oldin aqlingizdagi inson aynan siz haqingizda o'ylaydi deb bu yerda aytmoqda. Ikkinchi tomonda uning g'ururi va qo'rquvlari hamda atrof muhitidagi vaziyatlarni bu kartamizda ko'rsatib bermoqda. U sizdan uzoqlashgani bilan xayolan siz bilan har kuni muloqot qiladi. Ya'ni aqlingizdagi kishi sizga nimadirlarni aytmoqchi bo'lmoqda, lekin uning ichidagi o'sha noma'lum qo'rquvi to'xtatib turibdi. Bu yerda shular haqida kartalarimiz aytib bermoqda azizlarim. U o'zini, ya'ni tashqaridan kuchli ko'rsatishga urinmoqdaligi, ammo o'sha kuchi niqobi ortida sizga muhtoj bo'lgan inson yashiringanini aytib bermoqda azizlarim. Nega u jim? Sizni unutib yubordimi? Shu savolni beraylikchi. Nega u jim sizni unutib yubordimi? Yo'q, aqlingizdagi kishi sukutini sababi sizni oldingizda, ya'ni ojiz bo'lib qolishdan, ya'ni qo'rqayotganini kartamizda tasvirlab beryapti. U sizni yaxshi ko'radi. U sizni judayam ko'p o'ylayapti, ya'ni o'ylovlari, sog'inayotganligi. U sizga yozsa, o'zgarib qolaman, hamma o'ylagan narsam boshqacha bo'lishidan, ya'ni aqlingizdagi inson xavfsiryapti. Bu yerda shular haqida aytib bermoqda. U shunchaki qandaydir vaqtni kutmoqda, ya'ni qanaqadir vaqtlarni kutmoqdaligini bu yerda azizlarim kartalarimiz aytib beryapti. U sizga qaytadimi? Qani? U sizga qaytadimi? Bu yerda yo'q javobini aytyapti, lekin hozircha qaytishi mumkin emas, ya'ni taqdirdan deb bilsak, hozircha qayta olmaydi. Lekin qalban u sizga sizni yoningizga kelishini, sizga qaytishini, lekin esa qaysi eshikdan kirishni bilmasligini bu yerda aytmoqda.
yoqtirgan insoningiz unga bo'lgan ya'ni qaytganida unga bo'lgan reaksiyangizdan cho'chiydi. U sizni hayotingizdagi muhim inson bo'lishni, tutishni va tutishga urinmoqdaligini aytmoqda azizlarim. Yakuniy xulosa sizga nima deyapti? Yakuniy xulosani ko'raylikchi. Yakuniy xulosa sizga aqlingizdagi inson, ya'ni sizni unutmagan, uni sog'inchi sizni qalbingizni, yuragingizga, ya'ni yetib bormayotganligini bu kartalarimizga aytib bermoqda. Bu yerda nima deyapti azizlarim? Sizga kartalar o'zingiz bilan, ya'ni mashg'ul bo'lishingizni, o'z ustingizda ishlashingizni, o'z ishingizda ishlab yurganingizda, ya'ni o'zingizni hayotingiz bilan bo'lib yurganingizda aqlingizdagi inson sizga tortilishini, yanayam sizga e'tibor qaratishini va sizga tezda aloqaga chiqishini bu kartalarimizda aytib bermoqda azizlarim. Sizlarga rahmat, doimo chiroyli izohlar yozib turganlaringiz uchun, like, obuna bo'lib e'tiboringizda hamisha bo'lganim uchun barchangizni hurmat qilaman. O'zingizni asrang. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha azizlarim.